Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bu bizning 9-chi darsimiz Accruals and Prepayments mavzusi. Bizda accruals konsept bor edi, agar sizlar eslaringda bo'lsa. Okay, 1 minute. Accruals konsept bor edi. Concept, right? Concept. Accruals konseptning maqsadi nima edi? Accruals konseptning maqsadi revenue qilgan vaqtlaringda yoki expense ham bo'lgan vaqtda yozish kerak. Hamma narsa o'z vaqtida yoki o'zini davrida. Bu bizga nimani beradi? O'zimizning profitlarimizni understate yoki overstate qilib yubormaslikni beradi. Masalan, sizlar bugun tovar sotdilaring deylik. Xo'sh, tovar sotdilaring va qachondir pulini yig'ishtirib olasizmi? Ha, yig'ishtirib olishga ko'zlaring yetyapti. Bugun sotgan bo'lsalaring, shu vaqtda bugun yozib qo'yishing kerak. Yoki biz masalan bugun 100 ming dollarlik mahsulot oldik. 100 ming dollarlik mahsulot oldik, lekin pulini to'laganimiz yo'q. Lekin nima bo'lsa ham 100 ming dollarlik mahsulot olib biz xarajat qildikmi? Ha, biz xarajat qildik. Xo'sh, unda bugun hozir yozib qo'y shu xarajatni. Chunki sen xarajat qilib bo'lding va kelajakda qachondir to'lab berishing kerak pulni. Demak, men nima demoqchi bo'lganim tushunyapsizlar? Shu bizga accruals konseptni berar edi. Okay. Demak, davom etamiz. Accruals and prepayments. Accruals nima degani va prepayments nima degani? Demak, accruals bu kechiktirilgan to'lovlar. Bu revenue bo'lishi mumkin yoki expense bo'lishi mumkin. Kelinglar birinchi bo'lib accruals, prepayments haqida ham tushuntirib o'taylik. Keyin birato'la accruals, expense, prepayding haqida gaplashaylik. Accruals haqida gaplashdik, kechiktirilgan to'lov. Prepayments bo'lsa oldindan to'lab qo'yishimiz. Masalan, o'zimiz oddiy kundalik maishiy misol bo'lishi mumkin. Sizlar doim svetda bir oy oldin to'lab qo'yasizlar va yana pul tugagandan keyin to'lab qo'yasizlar. Avval to'lab qo'yib, keyin ishlatib yurish yoki oldindan hali biz servisdan foydalanmasdan oldin to'lab qo'yishimiz bu prepayding. Ha, ishlatib bo'lib qarzga kirib bo'lganimizdan keyin to'lash bo'lsa bu accruals. Demak, menimcha farqi yaxshi tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Demak, men bu yoqda hozir xato qilib qo'yibman. Shuni to'g'rilab qo'yaylik-da. Prepaid expense. Demak, biz boshladik. Accruals expenditure. Nima bo'lishi mumkin? Accruals expenditure bo'lishi mumkin. Masalan, bitta men kontrakt qildim bitta supplier bilan. Va pulini masalan men bu oy emas, keyingi yilga to'lab qo'yishim kerak edi. Ha? Yoki yillik rent masalan to'layman. Bizda asosan O'zbekistonda avvaldan to'lanadi. Masalan, tasavvur qilinglar, keyinroq to'laymiz. Ha? Yillik to'lab qo'yishimiz mumkin. Debit and credit, tamom. Aytayapti, sen 2025-yil uchun iyundan turib 2026-yil iyungacha sen 1 yillik rent to'lab qo'yishing kerak. Xo'p, 2026-iyun keldi bizda va endi bizda masalan bo'lib qolishi mumkin reporting period iyun emas, sentyabr deb tasavvur qilaylik. 9 oy uchun accruals to'lashimiz kerak va biz 3 oyda 2024dan 25-yil oralig'iga o'tkazishimiz kerak. Va bu yoqda asosiy maqsad qaranglar, accruals expenditure bu sizlarda kreditda turuvchi liabilityni beradi. Ya'ni bu bizda liability. Liability. Menimcha tushunarli bo'ldi. Ya'ni maqsad nimaligi? Va T accountda bular kredit tomonda yoziladi. Va brought forward balance ham kredit tomonda bo'ladi va asosan carried forward bo'ladi debitda. Xo'sh, agar kreditda carried forward tasavvur qilinglar, agar kreditda chiqib qolsa-chi, unda biz ortiqcha to'lab prepaid expense haqida gap o'tkazib yuborgan bo'lamiz va prepaid expense haqida ham hozir gaplashamiz. Prepaid expense. Prepaid expense bu oldindan to'lab qo'ygan to'lovimiz. Yoki masalan studentlar yaxshi biladi, hammaning yaxshi bilasizlar. Ijarada turadiganlar.
Har oyni boshidan sizlar a, ijara haqqini to'lab qo'yasizlar va keyin oyma-oy yashab yurishlarga huquqlaring bor. Shu bizda prepaid expense, avvaldan to'lab qo'yish. Va bu bizda endi nima bo'ladi desa, bu bizda asset bo'ladi. Nimaga? Receivable sifatida qarasak bo'laveradi. Bu asset. Receivable bu bo'lsa bizda payable, liability. Bu bizda nimaga? Chunki biz pul oldindan to'lab qo'yganmiz va kelajakda shu servis yoki fini biz receive qilamiz. Aniq. Agar uxlatib ketmasa. Endi accrued income. Accrued income bo'lishi mumkinmi? Ha, sizga accrued expenditure qilayotgan tomonga siz endi suppliersiz. Ya'ni siz o'zingizda rentga qo'yyapsiz. Masalan, bitta kompaniyani yoki siz tovaringizni sotyapsizda uzoq muddatda kutib olyapsiz. To'lov hali undirilmadi. Qaranglar, bu yoqda muhim jihat nima? Sizlar avvaldan expense yoki accrual, masalan, expense yoki income deb yozib qo'ygansizlar, faqat o'zini hammasini davri bor. Tushuntirib o'taydi. Masalan, sizlarda bo'lib qolishi mumkin. 2, 3, 4, 5. Okey, chayib qo'ydim. 1 minute. Mana men jadval qilib oldim. Buni 1 yil deb qaraydigan bo'lsak, to'g'rimi? Mana har bir oynikini masalan sizlarga to'lab qo'yyapti. Sizlar to'lov qilyapsizlar, masalan 72 ming. Bo'lingan 12, bu bir oyga 6 mingdan to'g'ri keladi. Sizlar har bir oynikini masalan yozib borishingiz kerak. Ya'ni servisda rental qo'yadigan bo'lsalaring, bu oy bittada 72 ming yozib ola olmaysizlar demoqchiman. Sizlar shunchaki pul olib qo'ygansizlar, lekin servis ko'rsatib berishlaring kerak va revenueni ham vaqtiga moslab yozib olishingiz kerak. Yanvar 12 6 ming, fevral 6 ming, mart 6 ming, masalan aprel 6 ming, keyin may 6 ming qilib yil davomida shu 72 ming yozasizlar. Lekin bu yoqda maqsad ko'ryapsizlarmi? Expense ham hamma narsa masalan revenue ham bo'lib bo'lgan yoki puli kech qolyapti yoki pulni oldindan olib qo'yganmiz. Bu yoqda ma'no shu. Men davom etamiz. Prepaid expense. Xo'sh, demak biz oldindan to'lab qo'ygan bo'lsak, ya'ni prepaid expense bizda nima bo'ladi dedik? Asset bo'ladi. Demak, buni balansi debitda bo'ladi. Brought forward debitda ochiladi. Mana ko'rdik bu yoqda agar carried forward nima bo'ladi agar brought forward bu yoqda bo'lmasdan kredit oxiri. Ya'ni agar balance and expense balance bizda prepaid accruals expenditure balance the brought forward ya'ni opening balance debitda bo'lib qoladigan bo'lsa, unda prepaid expenselar ortiqcha to'lab qo'ygan bo'lib qolasizlar. Va odatda carried forwardda bu tomonda bo'ladi. Yodlash kerak? Yo'q, yodlash kerak emas. Sizlar shunchaki tushunib olinglar. Asset balance qayerda ochilar? Debitda. Accruals, expenditure. Ha, demak bu biz majburiyatimiz. Bu nimada ochilishi kerak? Bu brought forward kredit ochilishi kerak degan narsani tushunib olsalaring yetadi sizlarga. Demak, accrued income. Accrued income nima? Accrued income bu bundan oldin ham tushuntirib o'tdim. Sizlar mahsulot sotgansizlar, lekin hali to'lov qilinmadi. Va bu sizlarda nima bo'ladi? Bu albatta sizlarda asset bo'ladi. Chunki sizlarga receivable kelish kerak edi. Asset. Receivable'ning shu accrued income. Receivable. Ha, yozishga qiynalyapman-da. Okay. Menimcha tushunarli bo'ldi hammaga. Asset bo'ladi, accrued income. Ya'ni ma'nosini tushunib oling. Sizlarga pul kelishi kerak. Receivable, 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 receivable. Va aktivning balans qayerda edi? Debitda. Debit. Ya'ni balans bizda debitda ochiladi. Closing balance bizda yopilishi carried forwardimiz kreditda bo'ladi. Xo'sh, agar bu yoqqa qaytib qolsa-chi? Bo'lishi mumkin-ku.
Demak, unda oldindan biz ko'proq pul to'lab qo'ygan bo'lamizda, prepaid revenuega o'tib ketib qoladi. Ya'ni tasavvur qilinglar, sizlardan kelyapti. Masalan, sizlar skladsizlar. Skladlanga kelyaptida, bittasi menga 100 sizlar 1000 1 tonna meva kerak. Bo'pti, 1 tonna mevani oldi. Kel, men senga keyingi oy pulni to'lab beraman. Xo'p, dedi biz ekrudingga moshdik. Ya'ni daromad qildik, lekin pulini hali olmadik deb qarayapmiz. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Keyingi oy kelyapti, 2000 dollar pul to'lab qo'yyapti. Sizlar. Ya'ni 2 tonnalik mevani pulini to'lab qo'yyapti. Ha, unda nima bo'ladi? Biz accrued income sifatida 1000 dollarni 1 tonnani berib yuborganmiz. Ha, 1 tonnaga biz qarz bo'lib qolyapmiz. Shu holatda u oldindan mana prepaid revenue degani shu narsani beradi bizga. Debit, kredit. Ba'zi birlariga yozmadim, debit kreditni o'zlaring bilasizlar. Va buni endi balansi bunda bizda liability bo'ladi. Ya'ni chunki biz oldindan berib qo'yganmiz, pul olib qo'yganmiz, endi shu pul bo'yicha majburiyatimiz bajarishimiz kerak, servis o'tkazib berishimiz kerak. G'oyasi shu bo'lardi. Misol ko'rsak, kelinglar mana illustration 4. Menimcha osonroq bu. Test your understanding ko'raylik. Okay, test your understanding 3. What is the electricity charge to this statement of profit or loss? Expense and revenue ham bizda profit or lossga boradi. Va assetlarimiz qaranglar. Accruals bu to'lanmagan qismi profit or lossga to'g'rilab borishi kerak. Va u statement of financial position ham yoki liability yoki income sifatida asset sifatida shakllanishi kerak. Receivables qismida bo'ladi. Okay. Demak, boshlariga. On 1st January 2005, Cairo owed $2,000 in respect of the previous year's electricity. Cairo made the following payment during the year ended 31st December 2005. Demek 6 February 2008, 2800, 6 May 300, 5th August 2750, 10th November 300, 3100. Okay. First, 31st December 2005, Kira calculated that was owed in the respect of electricity for the last part of the year. He was owed. Okay. Demek, bunda nima bo'lyapti? Accrued expenditure. Qaranglar. Sizlar faqatgina o'zlarining davrlaringga tegishli bo'lgan qismini yozasizlar xolos. Ya'ni shu davr uchun. Ya'ni 2005-yil haqida gap ketyaptimi? 2006ni yozishga haqqing yo'q. Faqat 2005-yilda hisobotlaringda ko'rinishi shart. Qanday bo'ladi? Debit, credit. Okay, no problem. Davom etamiz. Brought forward. Accrued expense. Demak, bizda 2000 dollarlik qarz bor edi va keyingi paymentlar nima bo'lyapti? Debitda. Nimaga debitga ochyapman paymentlarni? Qiziq savol, to'g'rimi? Debitda biz har bir qilayotgan paymentimiz bizni majburiyatimizni kamaytirib boradi. Shuning uchun debitda bo'ladi. Ya'ni debitda biz payment ochamiz. Okay. Davom etadigan bo'lsak. 2800, 3000, 2750, 3100. Hammasini hisoblaylikda. Calculated. Demak, bu yoqda yana qancha qarzimiz qolyapti bizda? Carried forward 2800. Demak, 2800 plus 3000 plus 2750, yeah, 2800 plus 3000 plus 3750 plus 3100, 12650 plus 1800 minus qancha? 2000. Demak, 12450. Okay. Nimaga 12450 bizda profit or lossga boryapti? Chunki bizni opening balansimiz o'tgan yildan qolgan edi. Profit or lossga boryapti. Sizlar yodlashlaring kerak. Yo'q, prosta tushunib olishlaring kerak xolos. Men bundan oldingi narsada ham masalan sizlarda profit or lossga borish kerak bo'lgan qismini yoki
Expense qismini yozib bermadim. Masalan, yozib berishim mumkin. Okay. One minute. P&L bu tomonda bo'ladi. Carried forward SPL bu tomonda bo'ladi. S SPL emas, SVP. VP, ya'ni financial position bu tomonda. Okay, prepaid expense brought forward bu tomonda ochilyapti. Ya'ni biz oldindan to'lab qo'yganmiz. Carried forward. Demak, har bir olayotgan paymentimiz majburiyatimizni ko'paytiradi, to'g'rimi? Har bir qilayotganimiz kamaytirib borsa, demak, profit or loss bu yoqda statement of financial position bu bo'ladi. Ya'ni carried forwardlarimiz bizda doimiy statement of financial positionga boradi. Bunga chalg'imanglar. O'chirib qo'yay. Demak, accrued income. Accrued income. Bizda qanchadir summa bor edi va har bir olayotgan summamiz nima bo'lyapti? Bizda har bir qilayotgan, masalan, bu yoqda SPL. Nimaga SPL? Sababi sizlar har bir ko'rsatayotgan servislaring o'zlaringda sizlarga daromad sifatida bo'lgani uchun bu tomonga SPL. Bu yoqda olayotgan summalaringchi, bu yoqda olayotgan summalaring sizlarda majburiyatlaringni kamaytirib boradi yoki profitlaring bo'yicha receivables asset kamaytirib boradi. Profit forward qanchadir bor edi, to'lab qo'yyapsizlar. Yo'q, yo'q, adashdim. Yo'q, adashmadim. Bu yoqqa SPL va bu yoqda statement of financial position bo'ladi. Ya'ni carried forward statement of financial positionga bo'ladi. Sizlar tushunib ishlang kerak xolos. Brought forward bu yoqda ochilyapti, demak ortiqcha olib qo'yganlaring. Bu yoqda ya'ni sizlarda paid revenue, sizlarda majburiyat, bu yoqda olayotgan summalaring har doim majburiyatni ko'paytirib boradi. Kredit ochilib, bu yoqda sizlarda SPL ochiladi. Ya'ni sizlar o'zlaring ko'rsatayotgan summa va bu yoqda keyin statement of financial position. Har doim carried forwardlar sizlarda statement of financial positionga bo'ladi. Uni tushunish kerak, yodlash kerak emas. Shuncha o'chirib tashlayapman. Buni shu yana bitta misol ko'rsatib berishim mumkin. Kelinglar, kitdan ishlasak bitta yana. Biza F o'qiyotgan paytimizda eng mashhur savollardan biri. Ishlashimiz juda ham qiyin bo'lgandi o'sha paytlar. Hozir bir harakat qilib ko'raman yana. Ishlalarkanmi yo'q ko'ramiz. Leisure Co owns two properties which it rents to tenants. In the year ended 31st December 2006, it received. Okay, bunda qiyin ekan. Voy, 1 minute. Two properties which it tenant degani bu ijarachilar. 31st December 2006, it received 280,000 in respect of the property one and 160 in respect of property. Balances on the prepaid and accrued income accounts were as follows. Property one, property two, debit, credit, debit, credit, debit. Okay. What amount should be credited to statement of profit or loss for the year ended 31st December 2006 in respect of rental income? Okay. Property one and two. No problem. Property one nikini balans qilib olsak, debit, credit, like property one
Bizda debitda deyapti, 31, kreditda ekan, okey. 12.300 bu demak prepaid qilib qo'ygan va yopilishi bizda qancha bo'lyapti? 13.400 debitda. Va bizda tekshirib qo'ydim. Va bizda demak property one bo'yicha qancha pul olyapti? 280 ming. 280 ming olayotgan pulimiz bizda majburiyatimiz ko'paytiradimi? Ha, ko'paytiradi. 280 ming pul olsak majburiyatimiz ko'payadi va bu yoqqa endi bizga foyda yozilishi kerak. Calculator 12.300 plus 280 ming ayiramiz 13.400 278.900 278.900 yaxshi. Keyingisi 2. Demak, keyingisida property 2 bo'yicha brought forward balance'imiz 5.400 va kreditda bu qolyapti 6.700. Bunda bo'lsa accrued ekan. Ko'ryapsizlarmi mana? Bu aytmayapti accrued and prepaid balance deb. Men o'zim bilib olyapman. Qayerdan? Chunki kreditda ochilgan birinchi opening balance men aytdim. Nima edi? Prepaid income, ya'ni majburiyat sifatida. Ya'ni kreditda balans ochilyaptimi income bo'yicha? Demak, bu nima bo'ladi? Kreditda bizda liability bo'lgani uchun majburiyat. Bunda accrued deyapman mana. Debitda ochilgani uchun. Chunki debitda bizda assetlar, receivables ochiladi. Okey. Bizda olayotgan pulimiz majburiyatimizni kamaytiradimi? Kamaytiradi. Shuning uchun 160 ming. Yo'q. Boshqacha qaraylik. Biz olayotgan pulimiz biz aktivimizni kamaytiradi. 160 ming. Demak, bizda bu yoqqa demak foyda yozishimiz kerak. Okey? Ko'ramiz. 160 ming plyus 6.700 ayrilgan 5.400. 161.300. Not bad. 1.300. Demak, endi qo'shamiz. Umumiy hisobda foyda bizda 278.900 plyus 161.300 ekan. Voy, 161.300 plyus 278.000 nechi? 900. Okey, 440.200. Tekshiramiz hozir. Demak, xato qilibmiz. 453.600. Hozir qaytamizda. Menimcha qaysidir sonni xato yozib qo'ydim. Tezroq deyishing. 13.400, 12.300, okey. 5.400, kreditda 6.700. Xo'sh, 280 ming qo'shilgan 12.300 ayrilgan 13.400. 278.900. To'g'ri. 5.400 minus 5.400 qo'shilgan 160 ming qo'shilgan 6.700. 161.300. 161.300 qo'shilgan 278.900. 440.200. Menimcha mendagi muammo bu yoqda. Bu yoqqa o'tishi kerak. Kelinglar bitta boshqa T account qilamiz umumiy kattasida. Men katta ehtimol xatoni topdim. Hozir. Okay. O'chmayapti. Demak, roll forward kreditda qancha ochilgandi? 12.300. Okey. Endi yopilishi qancha yopilyapti? Debitda. Va bizda yana kredit balans bor edi. Carried forward qancha? 6.700. Qaranglar.
It received and property balances on accrued income and various follows. Qaranglar, bizdan masalan credit forward so'rayapti. Debitda 13,400 deyapti, to'g'rimi? Property one bo'yicha yilning oxirida. Va bu bizda ochilishi debitda, yopilishi debitda bo'lsa, bizda yana keyingi yilga brought forward sifatida o'tadi. Ya'ni closing balance sifatida credit forward bizda yana debitga o'tib qoladi. Va buni biz yozishimiz kerak 13,400 deb. Ya'ni bu yerda nima bo'lyapti? Closing balance deyapti-da. Closing balance bilan carried forward haqida farq bor. Men o'ylagandim carried forward deb, lekin bu bizda closing balance. Balans bo'lganda bizda carried forwardda ko'rardik, debitdagi balans kreditga o'tish kerak edi. Shu haqida gap ketyapti. Biz shunda xato qildik bundan oldingisida. Va bunda ham aytadi, brought forwardimiz qancha? 5,400. Va carried forward bu yoqda yozilishi kerak. Ha, aniqroq tushuntiradigan bo'lsam, bu closing balance debitga o'tgani, bu yoqqa o'tgan, lekin biz carried forwardga qaytarishimiz kerak. Aniqroq shu. Tushunadigan bo'lsang. Agar shu joyini tushunmay qolgan bo'lsalaring, menga yozasizlar, Telegramda men tushuntirib beraman boshqatdan. 6,700 bu tomonda. Ya'ni closing balancedan biz carried forwardga qaytarib olyapmiz. Biz olgan pullarimiz majburiyatimizni oshiradi va receivablemizni kamaytiradi. Shuning uchun 160 ming plyus 280 ming, 440 ming. Va endi biz bu yoqdan topishimiz kerak. Profit or lossimiz bu tomondan chiqadi. Demak, mana 453,600. Men xato qilganimni tushundilaring. Ya'ni nimada? Men bu berayotgan balansini closing balansda carried forwardga o'tkazmagandan xatom shu bo'ldi. Ya'ni bu yoqda brought forward, carried forward ochiladigan balansida, lekin bu to'g'ridan to'g'ri debit balans qilib, mana ko'ryapsizlar. Accrued income, ya'ni prepaid income accrued income'ga o'tib qolyapti. Shu xatoni men ko'rmay qoldim. Bu bo'lib turadi.